Qo'rquv o'zi nimadan kelib chiqadi? Biz zona komfortda o'tirgan edik, orzu istaklarimiz o'zgardi. Qandaydir maqsadlar qo'ydik va bu maqsadlar sari qadam tashlamoqchimiz. O'sha zona komfortdan chiqayotganimizda bizga qo'rquvlar birinchi bo'lib startga keladi. Ya'ni bizni bezovta qilishni boshlaydi. Ya'ni bu yo'lda seni mana ildizing bor, qo'rquvlaring bor, xavotirlaring bor deb bizni ogohlantiradi. Agar bu qo'rquvlar bizni ruhiyatimiz baland bo'lsa, qo'rquvlarni bosadi, biz qo'rquvlardan bemalol o'ta olamiz. Ruhiyatimiz past bo'lsa, qo'rquvlar ustunlik qiladi va bizni bu xavfli hududga olib kelishni xohlamaydi. Ya'ni siz o'tirgan zona komfortingiz yaxshi edi, bu zona komfortdan chiqmoqchi bo'ldingiz va bunda sizga qo'rquvlar sizni himoya qilish uchun ishga tushadi. Bunda muammo paydo bo'ladi. Muammo bormi? Ildiz bor. Bu ildiz qayerdan kelyapti? O'zi bu qo'rquv qachon shakllanib qolgan? Bu xavotir bizga qachon yopishib olgan? Shuni ko'rish kerak. Qachonki biz muammoni ildizini ko'rib chiqsak, anglash keladi. O'sha muammoni ildizini hal qilsak, bu qo'rquv bizni boshqa bezovta qilmaydi.